11.500 rubl evaziga siz bor yo'g'i bir kunda samolyotda kirdi chiqdi xizmatdan foydalansangiz bo'ladi. Va Alloh haringizni bergur 3 kunlab mashinada qiylanib kirdi chiqdi xizmatdan foydalangandan ko'ra bor yo'g'i bir kunda samolyotda oyog'ingizni cho'zib maza qilib kirdi chiqdi xizmatidan foydalansangiz bo'ladi. Keling. O'tib ketaring. Jigar qarang siz, misol qilaylik Tojikiston fuqarosi yo O'zbekiston fuqarosiz. Ayna qilib yo'ldan o'tib ketguncha bor yo'g'i samolyotda bir kunda kirdi chiqdi xizmatdan foydalansangiz bo'ladi. Mashinada boradigan bo'lsangiz 3 kunlab umringiz o'tadi. Yo'lda har bitta ichki ishlar xodimi to'xtatadigan bo'lsa 1000 rubldan 10 ta to'xtasa 10 ming, 20 ta to'xtasa 20 ming pul ketadi. Yeb ichishingizni hisoblaysiz. Undan ko'ra bir kunda kirdi chiqdi xizmatdan foydalansangiz bo'ladi. Hozir da yo'lingizga qarab ketaverasiz. Yo'lingizdan kim chiqsa hech kimga aytmang, samolyotda 12 ming 11.500 rubldan mayli bor kirdi chiqdi xizmat deb bo'ysiz. Xullas, jigar siz ham kirdi chiqdi xizmatdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston fuqarosi bo'lishingizdan qat'iy nazar, bor yo'g'i bir kunda kirdi chiqdi xizmatlari sizlarga taklif qilamiz. Buning uchun +7 kodi bilan 921 762 2500 raqamlariga WhatsApp orqali bemalol murojaat qilasizlar. Ahlan va sahlan.